U 1000 ta gol urishga yaqin. Yo'q og'ayni, bu uning uchun oson. Eslaysanmi uning 2008-yil Chempionlar Ligasi finalida bosh bilan urgan golini? Albatta, o'sha mavsum u oltin butsa va oltin to'pni yutgan. U 5 marta oltin to'p yutishga erishgan. Bilasanmi, 2009-yilda u Arsenalga jarima zarbasidan 40 metr uzoqlikda gol urgan. Copa del Rey'da 2011-yil Barsaga qarshi urgan golini ko'rganmisan? U Real Madridning eng yaxshi to'purari. Bu yigit aniq odam emas. Bolalar, nimadir olib ketasizlarmi? 2018-yilda Ispaniyaga hat-trick qilgan va Juventusga akrobatik gol urgan. Buni olsak bo'ladimi? Faraz qil, raqib muxlislari uni tik turgan holda olqishlagan. U mashina bo'lgan. U hali ham mashina va barcha davrlarning eng zo'ri. Birgalikda 1 2 3. Su!